كثير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب الشوق يبقى فوجرا. Shaxsni tasdiqlashni 3 marta aytchi. Shaxsni tasdiqlash. Shaxsni deysiz. Shaxsni Ye. So'kinma. Uyat emasmi? Yoshingizni qarang, uyat emasmi? 5 kosa sho'rva deb 3 marta aytingchi. 5 kosa sho'rva. Sho'rva? 5 kosa sho'rva. 5 Yo'q tavba. Astagfirullah. Bekuzdan ajoyib ruchkalarni sizga taqdim etamiz. 5 kosa sho'rva deb 3 marta aytingchi. 5 kosa sho'rva, 5 kosa sho'rva, 5 kosa sho'rva. Qish qaqshatqich keldi. Qish qaqshatqich keldi, qish qaqshatqich keldi, qish qaqshatqich keldi. Qoraqalpog'istonliklarnikidaligimizdamidi? Qoraqalpog'istonliklarnikidaligimizdamidi? Osmonda ikkita kalkal xat, oq dumi kalta kalkal xat bilan qora dumi kalta kalkal xat. Oq dumi kalta kalkal xat kattami, qora dumi kalta kalkal xat kattami? Qora dumi katta. Mayli, shuncha harakat qildi lekin siz juda ko'p tezlashlar bilar ekan. Shu sababli Bekuzdan mana shu ajoyib ruchkalar to'plamini sizga topshiramiz. Obbo, anu gadoy puli yo'q o'rtog'im yana kelyapti-yu. Hozir ko'rasan, keladi-da, o'rtoq pul berib tur deydi, qarab tur. Men o'rtoq mana shu pul senda tursin, o'zi anu gadoy kelib so'rasa pulim yo'q deyman-da, bo'lmasa har safargidek pulim bo'ladi ular. Yo'q, o'rtoq, ja unaqa bola emasdir. O'rtoq, ishon, bu shunaqa bola, hozir ko'rasan, qarab tur. Ha, ber yashib qo'yaman. Jo'ra, bugun oylik oldimda, yur bugun meriyman. I'm stronger. I'm smarter. I am better. Assalamu alaikum. Kelin, bloger kelin, o'g'ri kelin, noshukur kelin, bir kunlik kelin, chilim chekkan kelinchak, dovdir kelin, yolg'onchi kelin, vaysaqi kelin, dobron kelin, sayohatchi qaynona kelin, esi past kelin, nafsi buzuq kelin, erkak shoda kelin, erkatoy kelin, o'yin qaroq kelin, ayyor kelin, o'g'ri kelin, bokschi kelin, zolim kelin, diplomist kelin, cho'loq kelin, qo'shni kelinni toparmon kelin, otadan o'g'ilni ayirgan kelin, befarosat kelin, mahrga kelik so'ragan kelin, tuxum yam eplab qovuramaydigan oliy ma'lumotli kelin, sho'rlikka kerak bo'lgan kelin, oilasini chantaj qilgan yovuz kelin, yon kelin kelganda kelinga atalgan hayti, zo'ravonlik kuch qilgan kelin, yuqamoqday kelin. Xolamga kelin bo'lmayman, qishloq qizni kelin qilmayman. Kelinini qulday ko'radigan qaynona kelin qizingdek bo'la olmaydi. Soquv kelin bilan bir uyda yashamayman, kelinimizni aldab yurgan ekan. Firibgar qaynona kelin, o'rnalmashgan qaynona kelin, urushqoq qaynona kelin, la'natlangan oila kelin deydigan olam kelin bo'lib asli yuzini ko'rdim. Kelinchi deydimi? Narkoman kelin, to'yda tarsak yegan kelin, zinoni kasb qilgan kelin, bokra chiqmagan kelin, chimildiqdan quvilgan kelin, qaynonasiga tuhmat qilgan kelin, qaynotasini urgan kelin. Tez oldimga tushing. Maska os ko'rsatib qo'yaman, tushundingizmi? Dotiring. Assalomu alaykum keling. Keling, nima kerak? Xullas, bu yoqishim eski sevgilisini eslab qopdilar. Mana unaqada. Yana yetmaganda Instagramdan podpiska ham bosibdilar. Bunisiga chidab bo'lmaydi lekin. Mana. Bular-ku mayli, rasmlarga like bosib, kommentariyasiga olovchi tashlashga barabormi? Like bilan komment bekor qilibsiz lekin aka, qimmatga tushyapsiz mana. Tushundingizmi? To'xta. Hozir men bitta like bosganimga, komment yozganimga shuncha narsa pulni to'laymanmi? Конечно. Keyingi safar yana qaysidir oyimchangizga like bossangiz, kommentariya yozsangiz, xuddi shu narsalarni 2 barobarini to'laysiz. Bu sizga shtraf, jonginam. Aka bitta iPhone 16 Pro Max 1 terabaytligidan bera oling. Ayblarni tushundilar menimcha. Bu senga. Voy, bu hayotda menga bo'lgan mehringiz oshib ketdimi? Bu bonuskami? Qanaqa bonus? Ertaga Shanoz bilan dachaga dam olgani chiqib ketamiz. Bu senga oldindan to'lov.
цветов. Соловья цветочек, сок березовый глоток. Отраженный послушать волю, тропинки в лес пустой. А него и про любовь. Yuqori Germaniyada qaysi daryo joylashgan? Bilmayman, lekin siz uchun xaritadan ko'rib berishim mumkin. Rahmat. Lekin men bu daryoni nomini bilaman. O'qituvchilar o'quvchilarga qaraganda bilimliroq bo'lishadi. To'g'rimi? Ha, odatda shunday. Bu tabiiy. Unday bo'lsa aytingchi, bug' dvigatelni kim ixtiro qilgan? Albatta buni bilaman. James Watt ixtiro qilgan. Endi ayting, nega uni o'qituvchisi ixtiro qila olmagan buni? Kulishmasmi? Men oyog'im qaraychi, oyog'im to'xtay. Ha, pastga qara. Wow! Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bugun yamada kalta yerkansizlar, kim tushadi birinchi? Max yamani yaxshi ko'radi. Max tush. Aka, qo'lingiz qattiqda, yomon og'riydi. Og'rimaydi, moylab uraman, tush. Nima sindi? Jag'i sindi. Wow! Qirsillashga chiqyapman-da. Yes, 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 I just